Altemur sizlarga yangiliklarda juda ko'pini tayyorlab qo'yibdi. Akalar, mana nima deyapti? Bu yog'iga endi siz faqat tashqaridan almashadigan variantini xarid qilasiz inshaalloh. Albatta aka, Sardor aka, bizning apparatlarimizni shunday tuzilishida ham va mana bunda yonboshlab turadigan ham, xohlasa mana bunday tikka holatda ham ishlatish mumkin. Ha. Xohlasa mana shunday tikka holatda, xohlasa yonboshlagan holatda. Va setkalari yonboshdan almashadigan bo'ldi. Ham almashaveradi. Xudo xolasa. Pichoqlari o'sha kuydirilgan segment bo'ladi va zavodskiy mahaviklar. Albatta, narxlarda ozgincha o'zgarishlar ham bo'ladi, Sardor aka. Xohlasa mana shunday 4 oyoqli, xohlasa bu tomonda 3 oyoqli o'zimizdagi o'sha trenddagi apparatlarimizdan ham bor aka. Hozir akalar buni idishini ko'rib o'zingizcha haligi deb o'ylashingiz mumkin. Bu 4 oyoqlining nima farqi bor? Kelinglar, motorida va mahavigida ham farqi bor akalar. Original mahavik bor va o'sha qalin lisli bor. Qalin lisli mahavik bor, lekin bularimizga o'sha original mahavikdan qo'yilgan va kuydirilgan segmentdan qo'yilgan. Zo'r. Endi Sardor aka, bizning aloqaga chiqib turganda mana shu yonboshlaydigan apparatimizning nomi Champion apparat. Champion. Nariga mana bu tomonda o'zimiz hop, bundan mana 3 oyoqli ishlab chiqarganimiz 3 oyoqli variantlarimizni, bularimizni nomi Like bo'ladi. Aloqaga chiqqanda menga Like yoki Champion apparatdan kerak desa, xudo xolasa tayyorlab beramiz. Bu apparatlarimiz ham Sardor aka, xohlasa mana bunday dumaloq variantda, xohlasa mana bunday to'rtburchak variantda tayyorlab beramiz. Tepa bunkerlarini. Ana talab va istalariga binoan. Bu yog'i endi buni bilardilaring bitta kurchoklidir. Og'zlari keng va vanaqongi variantida. Endi buni mana talab va takliflardan kelib chiqib, to'rtburchak desangiz to'rtburchak, bu yog'i endi bu yog'i yumaloq bo'lsa, yumaloqni bosadi. Albatta. Bu mana shu 3 oyoqli o'zimiz hozir trenddagi apparatimizda ham aka, setkalari yonboshdan almashar bu. Mana. Uje unga ham yangilik kiritdi, to'lig'icha. Setkalari yonboshdan almashadi. Hammasi to'lig'icha balonchalar bilan jihozlangan. Narxni eshitib hayron qolasiz. Akalar, narxni eshitib hayron qolasizlar. Kelinglar. Hop, bu yerda narx motoriga qarab bo'lyapti va o'zimizda o'sha eski narxlarimizni qanchaga arzonlaganini ko'rib chiqasiz va ishlatib ustida ko'rib va unga baho berasiz. Albatta. Sardor aka, ishlatib beraymi yoki narxini aytib o'tdik birinchi o'rinda aka? Davay narxlarni aytamiz va odamlarga qiziq bo'lsa o'zlari ko'rishadi. Mana bu tomondan aytamiz aka. Ketdik. Mana bunday 3 ta oyoqlik mana shularimizni narxlari hop 6,5 kilovat, 3,5 voltlik narxi hop 2,600,000 so'm. Eslatib o'tamiz, birinchi o'rinda ushbu aytilib turgan narxlar mana shu yerda Farg'ona viloyati Buvoyda tumani Altemur korxonasida, mana shu yerda showroomdagi narxlar. Dastavkaga alohida vodiyga hamda vohaga narxlar o'zgaradi akalar. Bu narxlarda siz ko'rinishi bir xil, motorida farqi bor, shunisiga ham ahamiyat berasizlar. Kilovat aytilib turgandagi narsaga vнимательно iltimos qilib qolaman. Diqqat bilan eshitishingizni. Xo'p, 6,5 kilovatlik yozilgan boyagi aytib o'tgan motorimiz, yomonlamaymiz, u ham ishlaydi. 6,5 kilovatlik. Hop, 6,5 kilovatli motorimiz, alyumin o'tgan narx 2,600,000 so'm, Like'da. Xohlasa dumaloq variant, xohlasa to'rtburchak variant aka. Hop, keyin mislik 6,5 kilovat mislik narxi 2,800,000 so'm bo'lyapti aka. Xohlasa mana bunday dumaloq variant, xohlasa to'rtburchak variant aka. Shu Like nomli apparatimiz. Like nomli motori 6,5 kilovatlikni narxi. Alyuminga mislik variantini aytib o'tdik. Mana endi sizlarga bularda yana farqini ko'rsatib beramiz. Xuddi o'sha hozirgidek drabilka, to'rtburchak xohlasangiz, xohlasangiz dumaloq variantda biz sizga taklif qilib qolamiz. Endi motorlarda farq bor. Segment pichoqlari originaldan va mahaviklarim originaldan va motorlari ham eng originaldan. Altemurda endi u ham har xil brendda keladi, o'zimizga maxsus aka. Hop, unimizni narxlari hop 3 million so'm chetdan edi aka. 2,900,000 so'm bo'lyapti endi. 3 million dastavkasiz. 3 kilovatlik. Hop, 3 kilovat, 3000 volt alyuminligimiz 2,900,000 so'm. Hop, va misligimiz 3,800,000 so'm sotilgan. Keyin o'zimiz zavodimizdan olib ketish narxi 3,5 million so'm sotilgan. Keyin mana hozirgi kunda aka o'sha maxsus eng originaldan Ramazon aksiyasiga xudo xolasa 3,300,000 so'm qilib qo'ydik. Dadan degizib turib 3,300,000 so'm derdik, xudo xolasa unaqa demadik. 3,300,000 so'mdan. Boya ana ta'kidlab o'tyapmiz, 6,5 kilovatlik xohlasangiz 3 kilovatlik Altemurnikidan originalidan oling motorimizni. U yog'ini xudo xolasa biz sizga eng ishonchlisini bemalol tavsiya qilib qolamiz. Xohlang yumaloqda, xohlang to'rtburchakda. Kimgadir yoqar lola, kimgadir atrofli shaydosi deydi-ku, xuddi o'shanda tanlayverasiz akalar. Ko'rinishi bir xil, lekin endi bu chempionmidi? Bunimiz Champion nomli apparatimiz. Haqiqiy chempionimiz mana shu bo'ladi. Yonboshlaydi. Xohlasangiz
Mana bunda tikka holatda. Xo'p, xohlasangiz buni ham to'rtburchak. Albatta, xohlasa to'rtburchak holatda, xohlasa mana bunday dumaloq variantda. Sizlarga Tanlov bor, xudo xolasa Sardor aka. Endi bular haqida ma'lumot berib o'ting. Xo'p, bularimizda Sardor aka 6,5 kilovat, xo'p, o'sha alyumin motor qo'yilganligi, o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi 2,7 million so'm va misli qo'yilgani 2,9 million so'm. Endi bularimizga o'sha Altemirda o'zining maxsus motoridan bo'lsa, undagi narx aka xuddi shu narsa. Xuddi mana shu narsa aka. Faqat motorida farq bo'ladi. Faqat motorda farq bo'ladi aka. Uni narxi o'sha 100 ming so'm qo'shiladi aka. Masalan, nariginda 2,900 aytgan bo'lsak, bunda 3 million so'm bo'ladi. Va narigisi o'sha misligi 3,400 ming so'm bo'ladi aka. Ha, demak, narigini nisbatiga 2,900 bo'lgan bo'lsa, bu 3 million so'm bo'lyapti, 3,300 bo'lgan bo'lsa, 3,400 ming so'm bo'lyapti. Albatta, Like bilan Championda ozgina farq bo'lyapti aka. Motorda farq bo'lyapti, oyoqlarida udobnilik sizga yonboshlayapti va tikka turyapti. Albatta. Qaysi birida ishlasangiz ham bemalol. Va albatta, yumaloq xohlasangiz yumaloq, xohlasangiz esa to'rtburchak. Bemalol tanlov o'zingizda. Endi shuni 6,5 kilovatligini ham aytdik, mana bunisini ham aytdik. Hop, akalar, sifat o'zgargani yo'q. Sifat o'sha shunday holat o'tibdi. Endi drabelkalarda bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz. Undan oldin meni molim ko'p edi uka. Iltimos, menga 220 larda emas, 380 larda aytib ber degan akalarimiz bor. Nasatkalar akalar mol uchun, qo'y uchun, yarma uchun va un uchun bo'ladi mana. Hammasiga bor aka. Hammasi tashqaridan bo'ladi. Hammasi tashqaridan bo'ladi. Tikka bo'ladigan-u, to'rtburchagiyu, yumalog'iniki ham, ha? Hammasiniki farqi yo'q aka. Endi o'sha mol qo'yi ko'p akalarimizga aka, mana xudo xolasa 380 apparatlarimizga 500 ming so'mdan va undan yuqorisiga skidka qilib aka, xudo xolasa. Ramazon oyi uchun, xudo xolasa. Har biriga. Albatta. Xo'p, bizda bor 4 kilovatlik. Aha. Narxi 4 kilovatlik 4,5 million edi, 4 million so'm o'zimizda Altemir narxi aka. Xo'p, bunisi 5,5 million, 5 million sotilgan, bunisi 4,5 million qilib qo'yapti Sardor aka. Bunimiz 9,5 million sotilgan, 7,5 kilovatligi narxi 8,5 million so'm bo'lyapti. Ana. Endi bunimiz 11 kilovatlik. Xo'p, buni yangi motorligi 13,5 million sotilgan, 13 million, 13,5 million sotilgan, narxi 12,5 million so'm bo'lyapti. Agar rossiyskiy motor bo'lsa, uni narxi 11,5 million so'm tushyapti aka. Xudo xolasa. Xo'p, bizda yana nechiliklarimiz bor? Orasida 15 bor, endi bunisi 18,5 kilovatlik, narxi 18,5 million, 18 million sotilgan. Hozirgi kunda narxi 17,5 million so'm bo'lyapti Sardor aka. Ana akalar. Endi bunimiz eng katta polvonning eng kattasi o'sha 20 kilovatlisi yangi motor bo'lyapti aka bularimizda. Xo'p, narxi o'sha 19,5 million so'm, 20 million sotilgan. Hozirgi kundagi narxi 19 million so'm bo'lyapti Sardor aka, xudo xolasa. 819 million. 819 million so'm. Akalar, undan tashqari 11 kilovat va undan yuqorilariga biz sizlarga mana bunday don uchun maxsus va o't uchun mana bunday maxsus va undan tashqari shit o'sha to'kingizgacha, managacha yetib boradigan kabellari bilan qo'shib beramiz. Faza zashtalari bilan. Va albatta xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib beriladi. Xohlasangiz bundan olishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani buni ko'ringlar-chi o'zlaringiz ko'zingiz bilan. Xohlasa mana bunday tikka holatda, xohlasa o't solyapti turgan bel og'riq bo'lsa aka, mana bunday yonbosh holatda ham bemalol chiqarishi mumkin. Bo'y pastroq akalarimizga ham, bo'y pastroq akalarimiz mana shunday yonbosh holatda ham chiqaraveradi. Mana shu yonbosh holatda chiqarib beraman aka sizga. Bo'laveradi. Bosing chiqarib bitta. Bismillah. Qo'shitga chiqyapti. Makka poya. Makka poya. Ko'pchilik hali ko'pga chiqqani yo'q, mana makka poyani bemalol ko'rib. Xohlasa mana bunday qilib ko'radi aka. Xohon chiqarib ko'rsatasiz. Xohon ham chiqarib beraman. Agar xuddi shunday changishini xohlamasangiz, mana narsadan bemalol bitta xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mana shu changishlar, mana shunaqangi hamma joyga chang ko'tarishlarni oldini oladi va sizga zo'r samarali yechim hisoblanadi. Bu narsadan xarid qiladigan bo'lsangiz, akalar sizga mana bunday upakovkada bo'ladi. Tayyor. Shuni bir-biriga ulasangiz bo'ldi. Bu yog'iga endi
mana tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, buni narxi qancha bo'ladi Temurbek? Buni narxi Sardor aka, hop 350 ming sotganmiz, buni o'sha 300 ming so'm qilib qo'yganmiz aka narxi aka. Xudo xolasa. Ramazon aksiyasida. Hop, zakaz bersa shahar markazidan oladi aka, bitta o'zim bersa, agar drabilka bilan zakaz bersa, xudo xolasa uygacha yetib boradi aka. Yetib boradi. Inshaalloh. Mana drabilkalarimizga vodiyga qancha, vohaga qancha bo'ladi? Hop, bu 220 volt drabilkalarimizga vodiy ichiga 150 ming so'm, 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Hop, vohaga bo'lsa 250, 300 ming so'm qo'shilib qoladi xudo xolasa aka. Dastavkalari manzillargacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz inshaalloh. Xo'p, donam chiqarib ko'rsatib beramizmi? Albatta, ozgincha donam chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, ko'rgan ko'zga misol uchun donam chiqaradi, mana bemalol akalar. Mana. U qaysi yarmadami? Yorma holatda Makka Mardan. Qonni qo'ying. Endi bunisi qani? Xohlasa yorma holatda, xohlasa mana bunday kepak holatda chiqarib beradi aka. Sepib beradigan holatda bemalol mana olaverasizlar, xudo xolasa. Bu yog'i endi bilasizlar, temurdan ishlab chiqarilgan narsalar, u to'rtburchagi, yumalog'i, u farqi yo'q bu narsani. Albatta. Bemalol tanlab olishlaring mumkin. Akalar, bundan arzonroq variantimiz ham bor bizda. Temurbek, bularni ham bir aytib o'tib ketaylik. Bo'ldi aka. Ko'rganlarga bu hozirgiga o'xshashi mumkin, lekin qaranglar, anchagina farqi bor. Buni endi kelinglar, bular haqida ham bitta ma'lumot beraylik. Bu nima deyiladi, bu qaysi nom? Xo'p, buni endi o'sha kichikroq apparatimiz aka. To'liq hamma joyi listdan tayyorlangan. To'liq listdan bo'lgan. To'liq hamma joyi listdan tayyorlangan. Xo'p, motorlari o'sha 6,5 kW motor bo'ladi aka bunda. Hop, balonchalar bor, yetalab yurgani u yoqdan bu yoqqa va setkalari tashqaridan almashadi. Bu ham 4 xil setkasi bo'ladi aka. Faqat endi sal ozgina kichikroq. Buni nimalar ham listda, to'g'rimi? Hamma yo'g'i list aka. Hamma joyi listdan tayyorlangan bo'ladi. Yangi listlardan tayyorlangan. Yangi lista hammasi aka. Narxi? Hop, narxi alyuminiyligi 2 million 300 ming so'm va misli 2 million 600 ming so'm. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Mana shu yerdagi narxlar. Mana shu yerdagi narxlar xudo xolasa. Xo'p, 1 million 800 ligimiz ham bor edi. Mana 1 million 800 ming so'mligimiz ham bor edi aka. Ramazon oyiga buni ham mana obunachilarimizga xudo xolasa 1 million 700 ming so'm qilib qo'ydi aka. Bu ana, xudo xolasa. Bemalol universal o't, donlar hammasini chiqarib beraveradi xudo xolasa. 4 xil setkasi bo'ladi. Gavdasi kichikroq. Albatta, gavdasi kichikroq. Endi masalan, ishini 5 minutda va sal ozgina undan ko'proq vaqt qilib oladi xudo xolasa. Bu ham bajaradi. O'tgan safar videoda aytganimizda haligi Matiz bilan Taho'ga taqqoslagan edik. Shuning uchun farqi bor baribir, lekin pulida ham farqi bor. Shuning uchun aytib o'tib ketaylik. 1 million 700 ming so'mdan ekan, xudo xolasa, olaverasizlar 220 da ishlaydi. Xo'p, dukularimiz don uchun maxsus yorib tashlaydi uncha-muncha. Mana setkalari. Hop, setkalari bunda ham 4 xil bo'ladi. Hammasi don uchun. Faqat donlarda yorma va kepak holat chiqarib beradi. Xudo xolasa bunimizda xohlasa mislik, xohlasa alyuminli variantdagilar bor. Xil variantda bor. Xil variantdagi bo'ladi. Narxlari o'sha misligimiz hop 4,5 million dastavka bilan 4 million so'm o'zimiz chetdan sotilgan. Hozir endi buni narxi 3 million 400 ming so'm bo'ldi Sardor aka. 3 million 400 ming so'm. Albatta, Ramazon oyi uchun 3 million 400 ming so'm. Mana shu yerdagi narx. Ana, drabilka oladigan payt keldi deb bekorga aytmayapman. Albatta, aka, xudo xolasa. Anochi alyumin variantimiz. Hop, alyuminligi o'sha 4 million so'm va chetdan olib narxi 3,5 million sotilgan aka. Ramazon oyi uchun alyuminlikda o'sha mana 3 million so'm qilib qo'ydi aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Bitta like arziydi xudo xolasa, kelaverasizlar va bizda undan tashqari jodalarimiz, Makka kakalaydiganimiz, bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Albatta. Chiqolgan yo'q hali bunaqasi. Buni toklisi ham bor, benzinli varianti ham bor. Benzinli varianti ham bor. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, bunimiz narxlari o'zgarmadimi, o'zgardimi? Narxlari hozircha o'sha narxda turibdi. Chunki buni hali yasash, hop, vaqti ko'pligi hisobiga aka. Sal bitta odam tushgandan bunda 2-3 kun vaqt ketadi. Alhamdulillah. Sog' bo'ling. O'shani hisobiga Sardor aka bular narxi o'sha holatda turibdi. Hop, alhamdulillah, haqqa rost ekan deydi. 220 voltlik narxi, o'sha 2 minut o'tga ishlaydigan narxi 4,5 million so'm va benzin narxi 5,5 million so'm bo'lyapti. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Narxlar. Hop, bundan tashqari yemallar sirmishlarimiz mana bunday kichkina va katta variantlari bor. Bular narxlari o'sha narx turibdi. Hop, 6 million 800 ming so'm balonli variantda, 6,5 million so'm balonsiz variant bo'lyapti, xudo xolasa. Endi bular
Tanlashaveradi. Tanlashaveradi. Xudo xolasa motorlari yangi, reduktorlari yangisidan qo'yiladi hammasi. Bu 3 fazalarga ham reduktorlari yangi, motorlari o'sha rossiyskiy motor yaxshisidan qo'yiladi aka. Bularda ham o'sha kilosiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Demak, bizda 220 ham, 380 ham bor.